raqqosalarni atrofida juda ham ko'p gap so'z bo'ladi. Shunaqa paytlar bo'lgan, ota-onalar berishmasdi raqsga. Albatta juda qiyin masala. Juda ham, misol uchun, xoreografiyaga o'qishga berishardi, lekin 14-15-16 yoshga ko'zga ko'rinadigan bo'lganda o'sha ota-onasi olib ketardi. Yo'q, bizning qishlog'imizda, mahallamizda gap so'z bo'lib ketadi, u raqqosa hech kimni erga olmaydi. Ravshana Kuryazina bilan juda ham ko'p suhbatlashardik. Aytib berardilar. Bizning paytimizda raqqosalarni turmushga olgani oilaga faxr bo'lardi. Eng chaqqon, eng qo'li shirin, eng pazanda, Tabassum qilib turadi, raqqosa bo'lardi. Men uchun namuna bo'lganlar. Ikkita farzandlari bor, egizak, ham yaxshi ona bo'lardilar, ham yaxshi ayol bo'lardilar turmush o'rtoqlariga va ham ishlarini bir tekisda olib borishga harakat qilardilar.